Mana bu uyni ko'ryapsizmi? Poydevori tabiiy tog'a toshlardan qilingan. Orasidagi siyazkasi loydan qilingan. Bu yog'i paxsali devor. Mana shu uylar ham turibdi, ko'ryapsizmi? Baqvat bo'lib odamlar mana shu yerda yashayapti. Hatto mana qarang, mana bu joylarni azbest trubadan qilibdi devorni. Mana azbest truba tepasidan seysmik bo'z aylantirgan, uni tepasiga loy sovadan qilganda. Ba'zida o'ylab qolaman-da, mana shu butun dunyoni ustun bo'lamiz deb rosa harakat qilaveramiz, lekin haqiqat oddiylikda. Baribir shuncha quvvalab dunyoni oxiriga yeta olmaymiz-da. Kuch-quvvatimiz ketyapti. Sochimizga oq oralyapti, farzandlarimiz bilan ota-onamiz o'rtasidagi mehr-oqibatlar ham shuni hisobiga kamayib ketib, mana shunaqa narsalar bilan ovora bo'lib qoldik o'zimiz bilan. Mana haqiqiy. Mana shunaqa o'ylanib turibdi, ko'ryapsizmi?